Assalomu alaykum. Sabah ovozliq asarlarni yoqtirib anglag'iningizga rahmat. Endi anglaydiganlar Şinjan Xalq Nashriyati nashr qilgan tarixiy roman Chala tekkan o'q. Avtori Abdulla Talib. 1-qism 7-bob. 1. May oyining o'ttirlari edi. Uzoq tarixga ega bu qadimiy shahar mushu kunlarda yop-yeshil bahor libosiga purkinib, xuddi saltanatlik buyumdak ajoyib go'zal bir tusga kirgan edi. Shaharni g'arbiy shimol tarafdan o'rab, sharqiy janub tomon eqib o'tadigan mashhur tuman daryosi bahor mavsumidagi shovqinlari bilan azizona Qashqar shahrining qaynoq hayot muzikasiga hissiyotli kuy qo'shib turadi. Daryoning ikki qasnaqidagi hisobsiz go'zal bog'lar, büyük baraqsan o'rmonlar shaharning tabiiy go'zal muhitini texmo ko'rkamlashtirib, ko'zlarni qamashtiradi. Ko'ngilni beixtiyor o'ziga mahliyo qiladi. Bugun payshanba. Yitkor jamoasi atrofida cho'ng kichik rastlarda qaynoq hayot jo'sh urib, odamlar to'pi go'yo to'lqinsimon oqatdi. Dal tush bo'lgan mezgil. Quyosh oltin nurlarini tekshi sepmoqda edi. Bir yillik tog' safarini ko'ngillik oyoqlashtirib kelgan Erpan bilan Lutfulla mag'rur va darbast qadam bil tashlab, Yitkarning qoq o'ttirsidagi bir bo'shliqqa berib to'xtadi. "Yuring, Janqo'rg'onga." Lutfulla atay ig'iz ochib Erpanni g'idiqladi. Erpan kulimsirabla qo'ydi va gapni burab, "Tamoq yeb olmaymizmi?" dedi. "Janqo'rg'onsiz gilingizdan tamoq o'tmaydi. Ya o'zingiz yolg'iz chaqchaqlaringiz qiziq-a? Yo'shirdigan ish yo'q. Barsak billa barmiz. Yuring amsa." Safarda inchka uchaylargacha sirdashgan bu ikki navqiron yigitlar qo'ltiqlashib mangdi. Qaraqurum tog'larida o'zaro hal-mung bo'lib, yurish orqali Lutfulla Shamshiddin oilasining oltin tragediyasini anglagan. Shunga Erpanning ish haqini o'stirishga kuch chiqargan edi. Erpanning qo'lida hozir to'yg'imi yetkidek sarmoya jo'g'langan edi. Shunda qilib, ular bir oshxonada obdan tamoqlangandan keyin andin Janqo'rg'onga qarab yurdi-da, Anjan ko'rsidagi bir gazmal do'kkanining o'dilda to'xtab, so'g'i salom uchun narsa olmoq bo'lishdi. Do'kkanlarni aralab hammasiga loyig'ida raxtlar elinib, bir so'mkaga qachlandi. Samovar xonining xarobzorligini ko'rganda, ular anqatqinicha turibla qilishdi. Challa barang, o'choq va to'nirlar vayron bo'lib, o'ng tarafda chalma kesak parchalari, so'l tarafda bo'lsa kul, axlat va chava chatqallar do'linib yotadi. Ikki yigit bu alomatlarga hayronu elekda qarab turadi. Aradan ancha o'tmayla bu yerga yandash xalta ko'chadan kiyimlari jul-jul bir qiri divona chiqib keldi. Yo'g'on bir qara it uningga qavab to'xtamay kangishib kelmoqda edi. Har ikki yigitning tangla harakati bilan qara it badar qochdi. Bechara sargardan bir hazog'acha hasirab, tili gapga kelmay qoldi. Ular sadaqa berdi va Shamshiddin oilasidagilarni so'radi. Divana deb beralmidi. Shu asnoda kak soqol kishi salomdan so'ngra ahvolni aytib berdi. Shamshiddin hozir savdoyi bo'lib qolgan. Bir necha kun bo'ldi ko'rinmaydi. Bir bo'lsa hazratda, bir bo'lsa hazrati mullam mozirdimikin, dedi u kishi. Siz qachonroq ko'rgaydingiz? Erpan yana so'radi. 3 kun bo'ldi. Erpan bilan Lutfulla balxona uyga kirganda Cho'lponning sulg'un chiroyi ajoyib ko'rinadi. U ippatli qizlarga xos nomuschanlik bilan Erpanning didoriga tikilib qaray olmadi. Bir mahal jimjitlik hukm surmoqda edi. Lekin jahondan bexabar kichik Faxriddin Erpanning qo'lidagi ravobni elib taranglatib, jimjitlikni buzmoqda edi. "Erpan aka, men hozir saqayib ketdim. Amdig'o ravob chishni o'gitib qo'yarsiz?" deydi u Erpanning peshonlariga suyib erkilab. Lutfullaning so'zi uyda jonlanish paydo qildi va tortinish pardasini qisman bo'lsa-mu ochdi. "Men Erpanni boshlab ketganimga 1 yil bo'ldi", dedi u. "Endi sizlar bilan turdi. Shamshiddin aka bo'lgan bo'lsa, apo so'rgan bo'latdim." Cho'lpon dadasining kepi chiqishi bilan ho'ngrab yig'lavatdi. Erpan somkisidan sovg'alarni ilishga boshladi. Hamda rahmat ta'zimdan keyin Cho'lpon chiroyli bir jup do'ppini Lutfullaga taqdim qildi. Ikki yigit birdan kiydi. Lutfulla: "Men Urumchiga qaytqicha Shamshiddin aka bilan ko'rishib, andin ketaman."
Siz ketamsiz, Lutfulla aka. Ikkinchi. İrfan bilan Lutfulla Şamshidinni izlash qaroriga keldi. U ikki cho'ng mozorni meningmi ko'rish umidim bor edi. Har ikki joyga menmi boray. Uning ustiga Şamshidin akalarning uyidan sizni boshlab ketib qolganim uchun ular nurg'un dard tortibdi. Hozir geolog atritining ishi oxirlashdi. Ular ishni xulos qilib bo'lguncha menmi bir ish haftagacha Qashqarni ko'rib ketishim kerak, dedi Lutfulla. Bu fikringizga jon dilim bilan qo'shilaman, dedi Irfan. Xalgan yeringizni ko'rsatishga tayyorman. Meningcha ustozim Şamshidinning Molla Danish nomli kitob furush do'sti bor edi. Avval shu kishi orqali izdirkini ilib baqsaqmikin? Lutfulla qo'shildi. Ular kitob furushnikiga mandi. Qum darvozaga ketadigan yo'lning o'ng qasniqida Abjil dukkan ma'rifat ahlining diqqatini daxil qiladi. Dukkandagi qavat javanlarda xurum muqobiliq va qattiq tashliq nurg'un kitoblar rat-rati bilan tiziqliq turadi. Dukkanning oldi supista bo'lsa, har xil dori darmaklar bilan turli meva-chevalar va o't yosh uruqlari ayrim xaltalarga qachilinib, ig'izi echiqliq turadi. Dukkan egisi zilva, egiz bo'y, saqal burutlari shalan kelgan, yeshi taxminan 50lardan sal o'tgan bir kishi bo'lib, u hozir ko'zoynakini taqib, tiziga qo'yib olgan qora xurum muqobiliq cho'ng bir kitobni o'qib o'tiradi. U kitobga zehnini shuncha bergan ediki, hatto Irfanlar kelib xili bir kam bo'lg'ichimi bilmadi. Irfan oxiri "Assalomu alaykum Danish mollaka" dedi. Kitob burishning diqqatini tortmoq uchun Molla Danish Irfanni g'uva esiga olgandek qildi. Lekin shumi emas deb dargumonda bo'lib, uningga sinchilab qarag'ach, kitobining qitiga xat kuchni qistirib qo'yapti-da so'radi. "Xo'sh, ukam, kitob kerakmi yo uruqmi?" Uninggacha Lutfulla savol berib ulgurdi. "Mollaka, mushu kitoblar bilan tirishlik qandaqroq o'tadi?" Dukkandor pisingada bir kulib qo'ydi-da. "Az yig'sangmi, halol yig' deydigan so'z bor emasmi? Dukkan demak bir kon. Bu kichik dukkandagi 4 xil narsa, 4 cho'ng hidoyatning yo'li desizlar. Mana qarasizlar, javandagi tavarruklar bo'lsa muqaddas ma'rifat mashili. Mavu xaltidagi uruqlar bo'lsa saodatning shohidi. Avu xaltidagi dori darmaklar bo'lsa hayotlikning shifosi. Shunga men mushu halol kasbni tanlab oldim taqsir." Dukkandorning bu mig'izliq parini ikki yigitni to'limi mamnun qilgan edi. Biroq Şamshidin to'g'risida Molla Danish uni yaqindan buyon uchratmaganligini izhor qildi. Irfan bilan Lutfulla dukkandorga rahmat aytib xo'shlashdi. Atsi ular atiganlik tomoqdan keyin kun chiqishga qarab yurib ketdi. Kun nayza bo'yi o'rlagan mahallada ajoyib gumbazning qishiga yetib bordi. Gumbazning janubga qarag'an hashamatlik ishigiga odamning beshidek yo'g'on qulib silingan bo'lib, uning ochqichimi qari shayxning olqiniga liq keladi. Bu mashhur Hazrati Abbaqning gumbazi bo'lib, uning osmon falak cho'qqisida odamlar oltin deydigan siriq hayvatlik yaltirab turadi. Ular gumbazni aylanib yurib, Şamshidinni izlash bilan qo'g'onning manzarasini toza tomosha qilmoqda edi. Bu yerdagi hisobsiz hujumlar may bo'lib bog'lardagi uruklarmi oltindek sarg'ayib turadi. Ular aralab yurganda yaqindala jidin varab ovozi anglandi-da, ikkalan shu yon mandi. O'stanning janubiy yoqasida shoxlari baraqsan o'sgan cho'ng daraxtning soyasida bir to'p bangilar so'rin tuzib o'ltirishadi. Kunning shunchalar isib ketganiga qaramay, ular ushlariga salma yoqliq qilin janda chapan, boshlariga ko'nrab ketgan salva tumoqlarni kiyib olgan bo'lib, hammasining chiroylari samandek sarg'aygan, xira ko'zlari o'ltirishib, yuzlarini yumg'ilimi bir qancha oylar bo'lgandek yundi chiroy ko'rinadi. Bu darvishlar chambar yasab halqisman o'ltirishgan maydonning o'ttiridagi gulxon vil-vil yinib turadi. Uning yiniga kalta putluq shira ustiga uzun sapliq sap-sariq chilim qo'yilgan edi. Bomba saqalliq bova oldi bilan chilimni qo'ldirilishga boshladi. Nashning purqi atrofni bir olgan. Badbo'y buslar pak kishilarning ko'nglini ilashtirib, beshini qaydiratdi. Bova bangni qattiq shurab, shundoq dahshatlik yutiladiki, uning har taraflari tanglab purildab chiqqan ovoz va achchiq tutunning zahri bilan ko'zlaridan yosh quyilib ketadi.
u kir chopanining yangi bilan yeshini itatdi-da, ondan chilimni ulpitiga tutatdi. Shuning bilan chilim darvishlar orasida davr qilib turadi. Darvishlarning ko'zlari xumalashdi. Bova bishorat berib, "Qani amisa, raso bir jahri bija qilamiz. Qani Rasul ravabni ol. So'p Allah yar pirimning nazmisiga chal", dedi. Rasul jon tasadduq dedi-da, tarki dunyolik nazmlarini boshladi. Ondan darvishlar tushma-tushdan qo'shilib Allahu deb jaholat diramisini boshlavatdi. Erpan bilan Lutfulla muqaddas gumbaz sahnasida o'ynalgan nadomat diramisini ko'rib bezor bo'lishdi-da, Shamshiddinni bu yerdan topolmagandan keyin amdi opal haqida mundishib mandi. 3. Subhi suzilgan to'rg'aylar o'yg'ongan mahallada ma'pilik chiqqan ikki yigit baldurla opalga yetib keldi. Bu chog'lar bu yerda Hazrati Mollam saylisi qizib ketayotgan kunlar edi. Sap havoliq bu go'zal yeza Pamir egizligining bosog'isi hisoblanadi. Yezning shimol tarpi Oq tog' orqali ustun ochishdan g'arbda mashhur Qizil daryo orqali Aqtu yayloqlaridan ayrilib turadi. G'arbga o'rlagan siri toki Muztaq etkigacha qad ko'tarib turgan qatmuqat yeshil qarg'ayzorliklar bu taraflardagi ujmizor va bog'lar bilan tutishib Qashqarning jamoliga husn qo'shatdi. Bu yerga Hazrati Mollam saylisi uchun taraf-tarafdan odamlar to'lqini samab kelishmoqda edi. Qara malandek davrab ketayotgan saylichilarning gaylari otliq, eshaklik, gaylari harviliq, ba'zilari piyoda bo'lib oyog'i uzilmaydi. Saylichilar No'ruz buloqning marvoyatlik suvidan ichishadi va qapoq evriqlarga to'ldirib ilishadi. Ular navbatida Hazrati Mollam qabrasini va u buyuk qabra oldidagi hay terakni aylanib davr duo qilishadi. Erpan bilan Lutfulla Shamshiddinni mana mushu terak tuvidagi buloq bo'yidan topdi. 8. bob. Da'vogar sus bo'lsa, qozi mutham bo'pti. Xalq maqoli. Shunda qilib yetim-yetima va bozaklarning homiysi bo'lgan bu ikki navbar yigit birlashib, Shamshiddinning nomida Nasriddin boyning ustidan adliya mahkamasiga arz sundi. Shamshiddinni chaqirtgan kuni Erpan bilan Lutfulla billa bordi. Shaharlik adliya mahkamasi Qum darvozasi yenidagi egisi Shingshsay turmisida o'lgan bir boyning qorosida edi. Ular kelganda rais apandi ko'zaynikini taqib olib, ustili to'psida dövlünüp turgan bir patman materiallarni ko'rayotgan edi. U beshiga qara maxmal taqiya, uchisiga qara kajiga o'xshaydigan raqtdan pashmat kiyib olgan, egiz bo'y, so'zoq yuz, so'qa bosh, pal ko'z, chaburut bir kishi edi. Uning mayda yanchuqiga silib olgan soatining kumush zanjiri bir so'yamcha uzunlikda sangilab turadi. U avval uzun dastlik tuch g'ang'isiga tamaki chingda tutashtirdi-da, uni xuddi och kala suv ichgandek sumirishga boshladi. Uningdan ig'izini uzmay turib, yenidagi kotiblarga bishorat qilib, ondan udul tarafda o'ltirgan da'vogarlarga nazar tashildi va Shamshiddindan "Xo'sh, arz yozishdagi maqsad mudoyingiz nima uchundir?" deb so'radi. Savol bilan tang Lutfulla dasturda rais munberiga yaqin kelib, "Dodixonning oldidagi da'vogarning aqloshi hozir joyida emas. Uning uchun men vakolatchilik qilaman. Javobgarlarning uval qilish natijasida u ruhiy kasalga mubtalo bo'lgan. Bolalari xonavayron" so'zladi. Bo'ldi. Yo'qdi, bo'lmadi. Sud katiblari so'zlarini saman qog'ozga yozib turadi. Raismu qo'mish sapliq qalamini egiz pasmon o'zib, qizil katakchilik uzun daftarga yozib o'ltiradi. U odam xanzucha xatning mohiri bo'lib, u yozgan yo'sna xatlarni ko'rgan xanzularmu hayron qoladi. Shunga u Sho'tang maktabini tugatganda Tuvinbek, Go'zal Xattatbek degan atoqqa erishgan edi. Bu kishining asli ismi Turdibek bo'lib, hozir Adliya mahkamasining raisi edi. Turdibek Lutfullaning so'zini anglagandan keyin bir oz sukut qilib turib oldi. Bu asnoda yana g'angsiga o't oldirib, bir ikki qitim sho'rib olgandan keyin "Bo'ldi. Sizlar vakolatchilik qilsanglar, ruxsat qilamiz. Biroq da'vogarning yaqin varislari bo'lsa, sud qoidasiga muvofiq bo'ladi-da. Xo'sh, aytaylik, o'zlari da'vogarning nimasi bo'lalar, apandim?" dedi.
Mavi inimdiki yigit Irpan dal mening inim boludu. U shundaqla da'vogarning bo'lg'usi kuyog'li. Demak, biz mushu vajidan da'vogarga varis bo'la olamiz, deb Lutfulla darhol javob berdi. Buni anglagan Nasriddin bilan yenidiki sallaliq saqallan chiroylari tamdek tatirib ketishdi, lekin lam jimtimay bezirib o'ltirishdi. "Ma'qul", dedi Turdibek Lutfullaga bisharat qilib. "Qani so'zlisizlar?" "Rais apandi", dedi Lutfulla. "Biz hozir turayotgan joy adliya o'rni. Adliya demak adolat demakdir. Haq-naqni adil ajratadigan, tarozi mezonni dadil tutadigan joy demakdir. Tarixning tavarruklaridan qaraganimizda azizona Qashqar o'zining ajoyib olim o'limalari bilan saodat topgan muqaddas makon. Ammo makkor, jazonixo'r muthamlarning zulm zillatlarini oz tortmagan. Hozir mushundaqlarning kulpitini tortib kelmoqda. Mushu Shamshiddin otidek oq ko'ngil odamlarni ojiz ko'rib, bo'zaq qilib, savdoyi majnunlarga aylantirgan noahlilarning hech birisi oxirgi hisobda tarix sotining hukmidan qutulib qola olmagan. Jarangliq so'zlar uyning mungiziga ursa tuvuqi serqirgandek rais bekkimo tekkan bo'lsa kerak. U yung qalamini darhol to'xtatdi. Ko'zlari chekchishga boshladi. Katiblar bo'lsa zir zevergicha qoldirmay yezib qalamlarini fitirlatmoqda edi. Lutfulla so'zni davom etmakka tamshilayotdi. Rais birdilla qalamining sepi bilan ustalni to'qildatdi. "Apandim, bu yer dars so'zlaydigan yoki vaizlar vaz etadigan munbar emas. Da'voning o'ziga to'xtasak, yurakni ziddiq qiladigan gaplarni qilishmasak, ya'ni kamrak demoqchimanki, ichqa yerga tuz sepmasak", dedi. "Rais apandim", dedi Lutfulla texmi jaranliq qilib. "Chet el savdogarlarining manfaati uchun o'z qarindoshlarining yelikini so'rashdan ortiq yurakni ziddiq qilish bo'lmas. Bir oilani butunlay xonavayron qilish, savdoyi qilib etish, oxir yana chang salmoq bo'lish, bu xil sharmandalikni Alloh taolo xalqi olam tarix kechiramdi. Agar karvonbishi insofga qaytib, insonlik ruhga keladigan, u chog'da yolg'ondan yasalgan oltin qarz fatvosini cho'qim bekor qilib etishi, haqdarning uy makonni qaytarib berish shart." Mahkama raisi orqadan ishora bilan karvonbeshni so'zga undidi. Nasriddin injiqlab duduqlab so'zladi. "Peqir, bu ishning mushu holga yetishini o'ylab boqman ekanman. Biz Shamshiddin Axun bilan azaldilla do'st edik. Biz yilmo 100 turani muruvvat bilan putishsak, men do'stimga choy qo'yib namaqul bo'lsam, bundaq so'rinlarda sanpan deyishib va da'vo dastigar qilishib yurishmasak, sa'atlashmasak, sa'at bo'lishni bilgan odam", dedi Irpan o'rnidan turgun turib. "Shunchalar o'ktan bo'lamdikina? Texi do'st emish. Do'stining postiga saman tiqqan qizil ko'z bugun gap yo'rg'iltib, texi choy qo'ymoqchi bo'lg'idak. Zaharlangan yurakni choy bilan." Orqadan Lutfulla yana so'z olmoqchi bo'ldi. Rais g'ang'isi bilan shirani to'qildatdi va bir oz tanaffus qilishni e'lon qildi. Tanaffus oralig'ida u Nasriddin bilan xili uzun xoli kutkutlashdi. Keyin xulosa qilib dedi: "Ladakh yo'lida qarashlar bo'lib ketgan mollarning badalini Nasriddin boy talab qilmaslikka rozi bo'ldi. Bu to'g'rida qo'linglarga ikki xil tilda hujjat qilib berildi. Bo'lak masalalar keyingi qatimda ayrim qarab chiqildi." Sud tamom bo'ldi. Bugungi ish mushundaq bitib, Shamshiddin boshliq da'vogarlar xushal qaytdi. 9-bob. Go'sht bilan yog' bir tuqqan, piyozning ko'ygini ko'ygan. Xalq maqoli. Oradan 3 kun o'tgan edi. Irpanning jon-jigar do'sti va orqa tarigi Lutfulla atirti bilan Qashqardan ketib qoldi. Mahkama raisi Turdibek lavz qilgan hiliqi hujjat netchi berishlarni behuda qilib, keyingi haftaning oxirlarimi texib tutib kelmadi. Sababi ashu kuni ayrim uyda sirliq pichirlashning badali 5 tilla bilanla to'g'rilangan edi. Shu tang ta'limotining bir bilimi bo'lgan Apyun Xumari uchun Turdi begimga oltin bilan tilla intayin ehtiyojliq edi. Uning tosh bozoridagi hashamatlik bog' o'ylasimi mushundaq yo'llar yoldamizning yorqin bo'stonlari edi. Namard gapda turmas, naka eshak cho'pda degandek Turdibek tupaylidan Nasriddinning no'xulisi yana o'sib, Shamshiddinga yangi besimlarni ishlatishga boshladi. U yanala cho'lponni
Çangılığa düşürüşke intilmekte idi. Nasriddin Bayning hozirgi birdan bir kushandisi Irfon idi. Uni ko'zdan yo'qotmoqcha qizni qo'lga tushirolmaydiganligini Nasriddin nihoyatda obdan biladi. Mana shunday sharoitda oltin qo'lashqa odam elish alvini butun Qashqarga vahima silib turadi. Bu dahshatli tragediyaning qandoq davom qilinganligi yuqorqi boblarimizda bayon qilinganligi hurmatli kitobxonlarimizga ayon. Ana shundoq tanqislikda gangrab Yitkar maydoniga kelgan Irfonga Amerika cho'lpon singlisi Jamila orqali bir parcha xat avatgan edi. Xatni o'qigan Irfon ahvolni bilib, darhol orqasiga qaytib, yana shu balxonaning rujigi ostiga kelib, uy ichidan o'qdek anglanayotgan nola faryodlarga quloq soldi. Yo'q dada, jinim dada, boyga marhum opamning haqida men u mal'un chayonga hargiz degan zori hamda deb guppida qilib yiqilgan dardman otining qudratlik ovozi anglandi. Irfon balixonga amdila qadam qo'yishga tamshalganda yetib kelgan bir turkum saqchilar uning qo'lini qayirib chambarchas bag'ildida haydab mandi. Oltinning qudrati adliya raisining burniga chuluk bo'libla qolmasdan shundaqla oltin alvangining arboblari Urumchidan kelgan bayqi Yingjang bilan shunganning nafsiga qarmoq silib bo'lgan edi. Bugun kecha Sibu Sipilining sirtidagi otliq askarlar mashq maydoniga to'plangan harvonlarning soni haddi hisobsiz edi. Bu harvonlarga qo'shilgan ot, eshak, xichir va kalalar hamda uni haydaydigan dehqon bolalari yeza bozorlardan tutib keltirilgan edi. Bular uchun qanchilab ota-ona, yoru birodarlar qanqir qaqshab qolgandi va tun mezgili edi. Buyruq bo'yicha harvonlar maydondan minishqa boshladi. Hammaning oldida lang ochliq besilgan harvonlar ondan tutqunlar to'pi mandi. Ularning to'lisiga harva yetisholmaydi. Shunga chaqqonlari chiqib olgan bo'lmasa, mutlaq ko'pchiligi xudo deb yayoq minishqa majbur bo'ldi. Ularni qurolliq saqchilar mahbuslardek nazorat qilib boradi. Bu surlik kechida Tuman daryosining mo'nliq shovqinlarining anglanib turganini demaganda Qashqar shahri asrlar bo'yi uxlab tugatilmagan jaholat uyqusiga g'arq bo'lgan edi. Lekin Tuman daryosi bo'ylarida bu surlik va sirliq kechida yana o'zgacha tragediyaning mo'nliq melodiyasi o'ynalmoqda edi. O'zining jigar parlarini tilisimliq safarga o'zitish uchun yiroq yaqinlardan kelib, necha kunlardan parvona bo'lib yurgan ota-ona, aka-uka, yoru birodarlar sivatlab keltirgan meva-cheva, non, to'qashlarini tanglab, qaru yomg'ir yig'lab har yon chepishib yuradi. Aka, o'g'lim, balam degan sadolar saqchilarning sat vaqirash, urush, qo'g'lashlari Qashqarning dahshatli kechisini larziga keltirmoqda edi. Shu asnoda ushtum tutla shiddatli vangchun ko'tarilib ketdi. Ahmad qochdi, ana daryo yoqlab ketdi. Samat qochdi, ana To'gisariga kirib oldi. Tut, bog'la, dessa. Saqchilar, geyjanlar, beglar va boshqa nurg'un yaloqchi guppanchilar qochqinlarni taraf-tarafga qo'g'lab ketishdi. Ayrim ta'tur peshanalarni tutishib vaqtida bog'lab elib kelib, xushomat bilan bayqi harbiy Yingjang saqchi shunganlarga beradi. Bu baxtsizlar qattiq bog'lanib, sazoyi qilinib, bosmoq ostiga ilinadi. Tayoq to'qmoqning zarbidan ularning badanlari titma-titma qon qilib tashlanadi. Mana jajang, qochqanning jajisi shu. Hammanga savoq mana shu. Saqchi shungan go'yo puxadan chiqqandek o'kirib qattiq suran salatdi. Keyin yana hiliqi chala o'lik yotgan yigitlarni harvonlarga tashlab ilib mang'atdi. Mushu xil qonlar va qonliq yoshlar qo'shilib, Tuman daryosining mo'nglarini texmi ulg'aytayotgandek tuyulatdi. 10-bob. Shundaq qilib, uzundan uzunga so'zilgan harvonlar va piyodalar toki tong suzilgan mahallada Tuman daryosining ko'rigidan aran o'tib bo'ladi. Ularning oldi Zo'ngqorolidan o'tib, Mirvongacha, ondan Qumaltog' aylanmasigacha ulashgan edi. Bu arada so'zilib yotgan Oqtog' Atush bilan Bashkiramning va butun Qashqarning umurtqisiga o'xshaydi. Sharqdan amdila ko'tarilgan quyosh oltin zarralarini oldi bilan
mushu omurtqa ustiga sepishga boshladi. Kuyuk taqqa urilayotgan shamol bu yerlarda o'sgan anda sanda cho'l giyalarini larzon tavirtatdi. Jandarmalar ko'zlarini alaytib, qamchilarini o'ynatib, pat-patla at chaptirib hayva ko'rsatish bilan har yon o'tishib turadi. Har qaysi har yoqdan tutilgan bu dehqon yoshlari bir-biri bilan notanish bo'lganlikdanmi, yo'l bo'yi lam-jim deyishmay, o'z alakchiligi bilan mungluq xiyolga cho'mib boradi. Bu jimjitlikni aralab anglangan harvokashlarning "Cho, o" ovozla bozib turadi. Oltuvchilarning to'lisi yalangoyoq edi. Hammasi tugidak uchlarga mata ko'ynak ishdan, boshlariga bo'lsa tera tumoq va do'ppilar kiyishgan edi. Ularning to'lisi nashtisiz ichi qap ketganidan zag'irlarini chaynashib ketyotadi. Kun chiqishdan sal qiysaygan mezgilda ular Qumaltog' davandan eshib, Atushning janubidagi Jirg'ilang soyga jam bo'ldi. Bu chaqda jandarmalar atrofini amburchish shaklida muasirlab turadi. Yarim soatlar o'tgan edi. Ikki arbob yan qorallarini asqanicha surlik salofat bilan to'plashgan to'pning o'ttirsidagi egizlikka chiqdi-da, atrofga takabburona nazar tashladi. Ularning biri bayqi harbiy Yingjang, yana biri saqchi shungan edi. Biz hozir Oltayga oltin qo'llash uchun ketyapmiz. U yer yiroq, 2-3 oylik yo'l. Barg'icha Guandianlarda yotsizlar. Yo'l azobi, go'r azobi degan gap bor. Keyin oltin konga borganinglarda halovatini ko'rasizlar. Oltin alvangining mahbuslari bo'lsa, g'am daryosiga g'arq bo'lgan holda boshlarini sangiltib o'ltirishadi. Oldin ola shunimi aytib qo'yayki, kimdi kim qatsa yoki qichqa til biriktirsa, undaqlarning jajisi mana, deb Yingjang yanamo hayvatlanib tapanchisini tik tutdi. Shundan keyin oltinchilar muntazam harbiy tuzumdek pay bo'limlarga bo'lindi. Her bir payga qurolliq saqchilar payjang qilib tayinlandi. Ondan mushu yerda oldin ola tayyorlangan ko'k mata ishdan chapan tarqitildi. Kech peshinga so'zilgan bu o'rinlashtirish jarayonida zag'ir nonlari bilan ichi qap ketgan qarnini ancha-muncha go'lavlashga aran ulgurgan oltinchilar buyruq bo'yicha yana mangdi. Endi ular o'zaro asralashib, tonishib ketib boradi. Lekin har kallada bir xiyol degandek, ularning xiyollari xilma-xil edi. Ba'zilari dumchak dadasini, ba'zilari qiri onasini, yana ba'zilari yig'lab talmirib qolgan xotin bolasini va ba'zilari o'z amraqi, omoq mahbublarini aslab ko'zlariga yosh oladi va ba'zi besham bag'arazlar bo'lsa, asrlar bo'yi Qashqarni qoplagan g'aflat uyqusining davomini ado qilib, toza xo'rak tortib, ba'zanlari oltin bilan og'zini tatliq etib, tushlarida cho'chakdagi cho'pni yeb boradi. Biroq Irpanning ichki ko'yiga hammani besib tushadi. Uning cho'lponga bo'lgan dil rishtisi yuragini o'rtab boradi. Ba'zida u cho'lpon kaynidan agishib kelayotgandek pat-patla orqasiga qarab qo'yadi. Lekin u oqshom balxona uyda Shamshdinning gup qilib yiqilish bilanla jon uzganligi, hozir cho'lponning bag'ri xun, ko'zi yosh ekanligidan bexabar edi. Irpon uchun hozir birdan bir ruhiy ilhom naqshi bilan ravob edi. Uning bu eg'ri barliq 6-chi musofirlar uchunmi ruhiy darmon bo'ladi. Irpon xuddi nachival kuytildek chin ishtiyoq bilan ravobga naqshni tankash qilib, cho'l jazirlarni larziga keltirib boradi. Qashqardagi jon qo'rg'on holimni o'zing so'rg'an, har oqshom yetib kelsam qara ko'zi qarab turgan. Jon qo'rg'onda jononim bag'rini dag'linib qoldi. Xo'shashib ko'rishgacha qo'lim bog'lanib qoldi. Qizil gul uzib berding qistirilgan xat bilan, men amdi ketib qoldim ichim to'lgan dard bilan. Naqsha aytman kunda dardim ichimga patmay, bu dardlarni kim tartsin sizning bilan men tartmay. Tomozning tinchiq kunlari boshlandi. Qancha mang'ansiri jahannamning yo'lidek mushkullik musofirlar zodi tugamaydi. Go'yda shig'il tashliq yo'llar, go'yda sho'rtang, bo'rbas yo'llar, cho'llar uchrab turadi. Tomoz taptidan cho'g'dek qizigan cho'l qum qizib ketgan shig'il yoki cho'yindek tashlar yalangoyoq ketayotganlarning putlarini ko'ydirib, har xil yo'rg'alatsa, osmon palak o'rlagan chang to'zonlar
demoqni o'rtab baratdi. Harvalar qo'shilgan uloqlar issiq azobidan o'ruqlab va ko'plab o'lmoqda edi. Seysiga tutilgan harva egalari ichiga sig'mayotgan dard alamlarini naqsha orqali izhor qilishadi. Dadam duo qilg'ay deb kirgan edim maysiga, ikki chirik bir bo'lib tutib oldi seysiga. Siriq tal yaman chaqda bu alvang ig'ir bo'ldi, yuk to'la yo'llar yaman at uloq yig'ir bo'ldi. Öy makandan ayrıldık, yığılıb qaldı tuqqanlar, iç ağırıtdı bizlərgə halimizni uqqanlar. Tağ dəştlərdə at ölsə ornağa bizni çatıdı, tartalmısaq, ağırsaq ayımasdın atıdı. Arvularını söyreymiz çöl bayavan şorluqda, günlər şundaq ötərmu keç gündüz xorluqda. 10. bab tugedi.